charchasizlar yo'qmi? Qarab turib hozir men sizlarga bitta ledni kesda ledni cho'zishni o'rgatib beraman bolalar. Qani ledni kesish ustiga короче 100 marta bosasizlar. Короче men bosib bo'lganman video olishdan oldin. Короче 100 marta bosib bo'lgandan keyin bosasizlar. Shu taktikani qilsanglar lekin javob ledni tushadi. Qarab turib keyin uni sochiga yig'ib olasizlar. Или mo'niga yig'ib turib ustiga bitta kashka yig'ib qo'yasizlar. Xo'p, tushunyapsizlarmi bolalar? Короче ledni tanlab olib turib bunday turish kerak-da bolalar. Ledni ustiga bosasizlar keyin. U ledni oldi marta bosasizlar. Keyin bunday chiqib turib danglat bitta ochsanglar ledni tayyor turibdi bolalar. Keyin pul qilib olasizlar. Jalab richa qilmay turganda. Mana tushdi ledni. Qota ham tushmadi bolalar. Shu taktikani qilsanglar tushib qolish mumkin. Tushgan tushmaganini kommentda yozib olasizlar bolalar. Davay go, shu taktikani qilib ko'ringlar.